Bugungi kunda texnologiya tez rivojlanmoqda. Kompyuter grafikasi va dizayn sohasi esa eng talabgir kasblardan biriga aylanmoqda. Bizning Buxoro shahar 2-son texnikumi esa sizga ushbu bilimlarni o'zlashtirishingizda zarur sharoitlar yaratib beradi. Talabalar kompyuterning ichki qurilmalarini o'rganish va ularni yig'ish jarayonini amaliy tarzda bajaradilar. Yig'ilgan kompyuter ishga tushiriladi va Windows operatsion tizimi o'rnatiladi. O'quvchilar o'rnatish jarayonini bosqichma-bosqich bajarib, yakunda tayyor ishchi kompyuterga ega bo'ladilar. Kompyuter grafikasi va dizayn operatori zamonaviy kasb. Bu yo'nalishda grafik dizayn va vizual kontent yaratiladi. Talabalar video montaj va animatsiya asoslarini o'rganadi. Bugun insoniyat yangi sivilizatsiya bosqichiga, sun'iy intellekt davriga dadil qadam qo'ymoqda. Bunday texnologiyalar iqtisodiyotdan tortib, ta'lim, tibbiyot, qishloq xo'jaligi va boshqaruv tizimiga chuqur kirib bormoqda. Qaysi soha bo'lmasin, kim bu jarayonda qattiq izlanib, aniq natija qilsa, bir qadam oldinda yursa, marra o'shaniki bo'ladi. Muhtaram prezidentimiz ta'kidlab o'tganlaridek, hozirgi kunda texnikumimizda sun'iy intellekt bo'yicha bilimlar o'qitilib borilmoqda. Talabalar sun'iy intellekt yordamida turli saytlar va mashhur ilovalarni o'rganadilar hamda ularga oid barcha ma'lumotlarni o'zlashtiradilar. Texnikumimizga o'qishga taklif etamiz. Biz bilan birga zamonaviy kasblarni o'rganing va kelajagingizni yarating.